Bismillahirrahmanirrahim. O'zbekistonda yaxshi aytgan nomon javohirda hamisha bizga yaxshilik qilib, sizga Alloh baraka, Allohning yo'lida shunaqa chiroyli qilyapti. Xabar olib, tadbirlarga jo'natib, billa olib yuribdi. Unga hamd va sanolar bo'lsin, 100 yoshga kelsin. Bolajonlarim, ibodatlarda qo'limdancha kelib kabbani ushladim. Hammanglarni umringlarga, rizqinglarga, kasb-koringlarga baraka bersin. Bizdan hijoat olmanglar, qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Endi dadayma Xudo xolsa inshaalloh yana kabbaga borishlik, oshonamiz ziyorat qilish nasib etsa, Xudo xolasa qilamiz. Hamisha Allohning hifzi himoyasida bo'linglar. Uylarda, hamma yo'llarda, tayyorgarliklarda ko'rib kuch-quvvat bersin. Gulchiroy Shohrobeylarda saqlagan Azbek va hamma bolalar bir-biriga intifo bo'linglar. Qiynalganingiz yo'qmi? Yo'q, endi charchabman, endi bilindi. İbadetler qilganingizdan keyin Alloh qabul qilsin ojonim. O'g'illaringiz ko'rinmayapti deb xafa bo'lyapti. Men unaqani bilmayman. Qiynalganingiz yo'qmi? Avtobus Yo'q, o'zing rosa chiroyli. O'zingiz sovg'alar berdingiz-ku. Suvlar chanqaganda, shirinliklar, xurmolar berdingiz-ku. Alloh qo'llasin. Safo Marvar payg'ambarimiz nimalarda duolar qildik hammani. Yugurib yurdik-ku. Payg'ambarimizga, hammalarga salomatlik, jigona jonlarimga, meni ustoz qilgan shirvona hojoyimlarga, hammalariga